bizani kecha qandoq ushlaganini va nimaga ushlaganini va Yunusobod militsiyasini buni nima aloqasi borligini va Hasan Abdusamadovich bizga yordam berdimi yoki boshqacha qildimi, o'sha to'g'risida men albatta video chiqaraman. Lekin men oldin o'zim shu yerga borishim kerak birinchi. Chunki o'sha narsa to'g'ri bo'ladi. Men o'zim Saxovatga borsam, naki bugun boradi. Men ham xudo xolasa boraman. Bitta narsani aytaman-da, men Nastyani olib chiqqaniga xursandman va hech qanaqa ayb ish qilganim yo'q. Xudo kepamda turibdi. Va bu ish uchun qanaqa javobgarlik ko'tarish kerakligini bo'lishini men ko'tarishga tayyorman va yana shunaqa imkoniyat mabodo anaqa bo'lib qolsa, men xuddi shunday qilardim. Farqi yo'q, men undan keyin Toshkentga chiqazadim, chiqazmaydim, chiqazmasa kerak-ku, lekin farqi yo'q. Men istagan narsani o'zimni sevgan xotinim uchun qildim. Men unga javob beraman. Keyingi videosi bomba bo'ladi, aziz do'stlar. Men sizga javob beraman. O'sha bizani militsiya xodimlari ishlari bo'yicha, o'sha bizani odamlari yordami yoki o'zini maqtanishi bo'yicha, o'sha bizani rahbariyat, Saxovat rahbariyati yordami yoki anaqa bilmayman-da, nima deyish bo'yicha albatta video chiqazaman. Вы, конечно, пытаетесь сказать, какие вы хорошие, те милиция и те люди, которые вроде бы отпускали меня в Ташкент. И я тоже пытаюсь говорить о том, какой я хороший. И Настя тоже пытается себя защитить. Но я знаю правду.